Assalomu alaykum. Sog'misizlar? Buzoqcha olib boqmoqchi bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha kuzatib boring. Sigiringiz yangitdan tug'di, buzoqchangiz bor, u buzoqchaga qo'shib semental ikkita buzoqcha olib boqmoqchisiz. Bular jaydari molda suti quyuq va yog'li bo'lgani uchun birdan ichi o'tib qoladi. Semental sigirlarda suti suyuq va yog'i kam. U sutdan bu sutga almashib o'tganda ichi o'tish ehtimoli juda katta. Agar siz sigiringizga mana bunday jaydari buzoqcha qo'shmoqchi bo'lsangiz, buni ichi o'tmaydi. Avval emgan suti ham yog'li va quyuq bo'lgan. Semental buzoqcha emgan sut suyuq bo'lgan. U sutdan bu sutga o'tgandan keyin buzoqchalarda ichi o'tishi bo'ladi. O'sha paytida ko'proq qaynoq suv bering, ichiga tuz solgan holda. Salgina tuz solib, iliq holda qaynoq suvni juda ko'proq bersangiz, bu maqsadga muvofiq bo'ladi.